Hop, soch qalinligi tepa past bir xil, eron sochlari uzunligi 85-90 atrofidagi qalin sochlar. Shunaqa sochlar kerak bo'lsa, ko'ringlar. Bundan tashqari Eron, Indoneziya mana jingilar tabiiy turaveradi shu holatda. Pepilli sochlar. Tagi ham qalin holatda, tepasi qalinligi bir xil. Maktabga bolalar, yosh qizlar uchun, kichkina bog'cha qizlar uchun ham alohida donali kapsula uchun taqqani seri soch qolayotganlar. Bu yerda sochning uchlarini qaranglar qalinligini. Soch yumshoqligini kelib ushlasanglar bilasizlar qay darajada yumshoqligi. Jingalak soch tayyor garyachi holati. Monoranglarda realni ko'rsanglar juda taqdirligilar keladi. Xohlovchilar bo'lsa, kelib ko'rib ketishinglar mumkin. Sochlari qalinligi ham juda zo'r. Yomon taqdirsizlar bo'laveradi. Bu birinchi uchashda soch holati yaqinlab tabiiy sochlar bular bemalol dazmol qilsanglar ham bo'ladigan sochlar. Uchlargacha qalin. Kerak bo'lsa azamat salonga uchiraverasizlar. Yangi sochlar. Sifati ham oliy.